Salom do'stim. Neymar tojsiz qirol. Messi o'zga sayyoralik qirol. Ronaldo yerlik qirol. Bularning qaysi biri eng kuchli? Keling ulardagi oltin butsalar. Oltin to'plar siz kim kuchli ekanligini siz kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa faktlarni keltiramiz. Messi bolaligida o'sish garmoni yetishmovchiligi bilan kasallangan. 17 yoshida Barselonada debyut qilgan. 2012-yili 91 ta gol urib rekord o'rnatgan. Barselona safida 672 ta gol urgan. Chempionlar Ligasi tarixida bir o'yinda 5 ta gol urgan futbolchilardan biri hisoblanadi. O'rtacha har 49 daqiqada gol yoki golli uzatma amalga oshirgan. Maydonda vaqtligida. Ajoyib futbolchi. Endi Cristiano Ronaldo. 12 yoshida Lissabonga yolg'iz kuchib kelgan. Chempionlar Ligasida eng ko'p gol muallifi. 5 ta turli ligalarda chempion bo'lgan. Tanasida tatuirovka umuman yo'q. Kam sonli futbolchilardan. Instagramda eng ko'p obunachiga ega shaxs. 1000 ta golga yana ozgina qoldi. O'zingiz faraz qilavering. Endi Neymar haqida. Barselona bilan 2015-yili Trebni qo'lga kiritgan. Braziliya termasida eng ko'p gol muallifi. Poker va esportga qiziqadi. Jarohatlar sabab 1000 kundan ortiq o'ynamagan. Marketing daromadidan foiz oladi. Driblingi eng yuqori futbolchilardan biri. Neymar fintlar qiroli ham shubhasiz. Sizning fikringizcha kim eng zo'ri sovrinlarni nazarda tutmaganda albatta. Keyingi uchligimiz esa umuman boshqa dunyo. Sergio Aguero, Luis Suarez, Gareth Bale. Agueroning taxallusi Kun yana Kun multfilmidan olingan. U Manchester City tarixidagi eng yaxshi to'purar. U bir o'yinda 5 ta gol urgan. Aguero Messi bilan bolalikdan yaqin do'st. Maradonaning qiziga uylangan, keyin ajrashgan. APLda eng ko'p hat-trick qayd etgan futbolchi. Yurak muammosi sabab futbolni erta tark etgan. Luis Suarez. Kuchada futbol o'ynab katta bo'lgan. U Ajax, Liverpool va Barselonada to'purar bo'lgan. Kam sonli futbolchilarning yelkasida Suarezning tishini izi qolgan. Barselona bilan Trebni qo'lga kiritgan. 500 dan ortiq gol uning hisobida. Gareth Bale. 5 karra Chempionlar Ligasi g'olibi. Britaniya tarixidagi eng qimmat transfer bo'lgan. Futboldan ko'ra golfni ko'proq yaxshi ko'radi. Jarohatlar sabab ko'p mavsumni yo'qotgan. Wales termasi bilan Euro 2016 yarim finalgacha borgan. 33 yoshida futbol bilan xayrlashgan. Futbolni erta tark etgan afsona. Bu futbolchilardan qaysi biri sizni lol qoldirgan jihatlari mavjud? Kim haqiqiy afsona? Siz kimni o'yinlarini ko'proq ko'rgansiz?